Alo. Alo, assalomu alaykum. Malik. Shahnozaxon bilan bog'lasak bo'ladimi? Ha? Sizmisiz? Alo, Alo. Shahnoza bonu sizmisiz? Ko'ring, eshityapti. Shahnoza qizimiz, ha? Aha. Salomatmisiz, omonmisiz go'zalim? Ha? Sog' bo'ling. Ayni daqiqalarda sizga ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat yuritib borayotgan Yurakdan yurakgacha tabrik loyihasidan qo'ng'iroq qilayotgandim. Sizni bemavrid bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q, rahmat. Bor bo'ling. Bugungi chiroyli sanada dunyoga kelgan ekansiz. Nurafshon, fayzli kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Joningiz sog' bo'lsin, mehribon yaqinlar, qadrdonlar, oila a'zolari baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Allohim umringizni uzoq, tanu joningizni sog' va omon, qalbingizni esa xotirjam va mustahkam qilsin deb qolaman. Bugungi shodiyona kuningiz, Nurafshon fayzli ayyomingiz munosabati bilan sizni samimiy tabriklab, xursand qilib, kayfiyatingizni ko'tarib, sizga unutilmas onlarni baxsh etishni niyat qilgan yaqin insonlaringiz nomidan bizning loyihamizga sizga atalgan qalb so'zlari, samimiy tilaklari yozilgan tabriknoma maktubi yetib kelgan ekan. Ushbu kutilmagan tabriknomani kimdan kutgan bo'lardingiz? Xolamdan? Yana kimdan? Tog'amdanmi? Yana sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi insonlar tomonidan kelgan. Yana kim bo'lishi mumkin? Vijonimni? Keling, sizga o'zim yordam beraymi? Ha, yordam bering. Aha, bor bo'ling, aziz boshingiz hamisha omonlikda bo'lsin. Mana shunday samimiy tabriknomalarni sizga cheksiz mehr va muhabbati borligini qayta ta'kidlagan holda yerdagi jannat va davlatingiz, duogo'yingiz bo'lmish go'zal onajoningiz Nodira opa va mehribon otajoningiz Obidjon aka yo'llaganlar. Rahmat. Hamda ularning go'zal tilaklariga mehribon anangiz Sanobarxon aya va ukajonlaringiz Muhammad Ali va Abdurahmon tilakdosh bo'lib qolishgan qimmatli vaqtingizni ular uchun ayamasangiz, siz tomga kelgan chiroyli va betakror tabriknomamizni siz uchun Allohim qodir qilgani qadar o'qib eshittirsam, maylimi? Mayli. Bor bo'ling go'zal qizim. Hadya bo'lib kelding bizga yaratgandan. Ming yil izlab yer yuzidan topolmasdim. Duolarim sabab kelding deyolmayman, men bunchalik go'zal duo qila olmasdim. Assalomu alaykum bizning suyanchimiz, ko'zimiz quvonchi mehribon go'zal qizim. Bugungi tavallud ayyomlaring va Allohga banda Habibimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan shukronali, shodiyonali kuning bilan chin qalbimizdan qutlab qolamiz. Mehribon yaqinlar, qadrdonlar, oila a'zolari baxtiga hamisha sog' omon bo'lgin. Allohim umringni uzoq, tanu joningni sog' va omon, qalbingni esa xotirjam va mustahkam qilsin. Qaddi baland, qaddidan-da qadri baland, chehrasida kulgu tabassum, har kunida ma'no va mazmun topolgan jigar bandimsan. Suyanchim, Robbim umringni ziyoda qilsin. Barchamiz jam bo'lib, qo'llarimizni ushlab, Allohning uyi bo'lmish Baytullohni tavof qilishni mehribon Robbim nasib ro'z aylasin. Bu kun biz uchun o'zgacha kun. Xursandchilik shodiyonasi, Allohimning go'zal ne'mati bo'lib sen dunyoga kelgan kun. Bizga ilk bor ota-ona bo'lishdek yuqori va hayajonli martabani nasib etgan kun. Alhamdulillah. Sen dunyoga kelganingdagi xursandchiligimizni tasavvur qilib bo'lmaydi. U o'zgacha eng go'zal tuyg'u. Shukurki, biz o'ylagandan-da aqlli, biz o'ylagandan-da mehribon, soliha farzand bo'lib yetishding. Sen bilan faxrlanamiz. Ilohim, qutlug' qadaming bardavom bo'lsin. Baxtdan porlab, ko'zimiz va dilimizni shod etib yurgin. Jonim qizim, seni juda qattiq yaxshi ko'ramiz. Sendek farzandni nasib etgan mehribon Robbimga hamd va sanolar bo'lsin.
Sen borsan taqdirim, hayotim go'zal. Sen borsan yuragim, hayolim go'zal. Sen borsan bu dunyo men uchun go'zal. Tug'ilgan kuning muborak qizim. Sen borsan qaddim tik, suyanchig'im bor. Bilmam qancha inson tirnoqlarga zor. Ikki dunyoyingda kam bo'lma zinhor. Tavallud ayyoming muborak qizim. Sen asrab tursin yaratgan egam. Yaxshiga yaqin bo'l, sog' bo'lgin har dam. Seni jondan suyar otang-yu onang. Tavallud ayyoming muborak qizim. Deya mana shunday chiroyli tabriknomalarni, samimiy tilaklar-yu dil izhorlarini siz tomonga taqdim etib qolganlar. Rahmat. Sizni ham ota-onangiz uchun aytadigan tilaklaringiz va dil izhorlaringiz bo'lsa, bemalol yo'llashingiz mumkin. Umrlari uzoq bo'lsin, baxtimga doim sog'-salomat bo'lsin. Mashalloh, joni sog' bo'lsin. Yo'llagan go'zal duolaringiz ijobat bo'lsin. Yana bir bor tavallud ayyomingiz bilan qutlagan holda siz bilan g'oyibona suhbatimizga yakun yasaymiz. Hamisha Allohimning panohida bo'ling go'zalim. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. O'zimni oy qizim, xush kelibsan bag'rimizga sen erka toy qizim. Shirin toy qizim, o'zimni oy qizim, xush kelibsan bag'rimizga sen erka toy qizim. Shirin toy qizim, o'zimni oy qizim, xush kelibsan bag'rimizga sen erka toy qizim. Shirin toy qizim, o'zimni oy qizim, xush kelibsan bag'rimizga sen erka toy qizim. Shirin ne'matim, shirin kulguyingga olam to'lsin. Chakchi farishtam o'zing gavharim, shukrona kuning muborak bo'lsin. Mana shirinim ko'zlari shahlo, asraymiz seni va'damiz senga. Ko'zlar tegmasin jon qizim aslo, shukrona bo'lsin yolg'iz egam.